Metro liniyasidan uy so'rashganda, Yunusobod 11-kvartalda Megaplant shunda orqasida joylashgan juda zo'r kvartiramiz chiqdi. 3 xonali 3-etaj. Narxi kelsa 77.500 so'rashyapti. Mana shunday Megaplant hisoblanadi. Mana o'zining doriklari bor, ko'rib turganingizdek, mahallasi juda zo'r. Baylikchilar shunda oldi hisoblanadi. Mana 3-etajimiz sotilyapti. Uy ichidan ko'rsatamiz. Kirush prixoshkamiz hisoblanadi. O'zingiz ko'rib turganingizdek, sanuzellar razdельный, xonalari ham alohida. Toza-ozoda, xohlasangiz kirib yashasanglar ham bo'ladi, kafelari ham bor ekan. Mana ko'rib turganingizdek. Bu birinchi spalni, katta spalni hisoblanadi. O'zining akvaromlari bor ekan. Yana bu yog'imiz zal, mana o'ng qo'limizda ham spalni hisoblanadi. Bu yoqda ham akvarom bor. Uyimiz issiqqina, pollari ham yaxshi ekan qilingan. Bu yog'imiz zal 5 ga 3. Bu yog'imiz detskiy qilib qo'yilgan. Bitta aboylarni o'zgartirib yuborsangiz bo'ldi, kirib yashashingiz ham bo'lar ekan. Bu yog'imiz balkon. Balkonimiz xohlasangiz olib polni remont qilib oling. Joylashgan joyi metroning oldida shundoq, Megaplantning orqasida, mahallasi juda zo'r, valyutchilarning oldida. Shu uyimizdagi 77.500 so'rovimiz qiziqqan bo'lsa, opitsiya nomerini qo'yib beramiz, telefon qiling.